Prezident qaroriga ko'ra 2025-yil 1-iyundan boshlab o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar uchun yangi dastur ishga tushadi. Bu dastur faol hayotga qadam deb nomlanadi. Endilikda ular uchun 5 ta yangi ijtimoiy xizmat yo'lga qo'yiladi. Ular uyda turib turli yordamlarni olishi mumkin. Masalan, maishiy ishlarda yordam, uyda parvarish qilish xizmati, tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiya, kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati va shaxsiy yordamchi xizmati. Eng yaxshi tomoni, bu xizmatlarning bir qismi davlat tomonidan to'lab beriladi. Bu uchun maxsus vaucher beriladi va uni olish yagona milliy ijtimoiy himoya tizimi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni endi nogironligi bo'lgan yoki yordamga muhtoj insonlar hayotni yengilroq va faolroq o'tkazishlari mumkin. Ushbu videoni yaqinlaringizga yetkazing, foydasi tegishi mumkin. Shu va shunga o'xshash yangiliklardan boxabar bo'lish uchun Ijtimoiy himoya milliy agentligining rasmiy sahifalariga obuna bo'lishni unutmang.